Bu ko'rib turganingiz katta yo'lning o'rtasidagi piyodalar o'tish yo'lagi va orqamizda esa bu savdo baraka majmuasi. Avvalgi nomlari Mastona bozori bo'lgan. O'ng tomonda birinchi darvoza, o'rtada ikkinchi darvoza, naryoqda uchinchi darvoza. Chekkada yana bitta orqa darvozasi bor, u bilan to'rtinchi darvoza. Aynan mana shu o'rta darvozadan, ya'ni katta mana 3 ta arkalik darvozadan siz mana bunday kirayotgan paytingizda, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda belgilar bor. Mana shu belgilar orqali siz bizning do'konimizga, ya'ni Avtostarga kirishingiz mumkin. Ya'ni belgilarimiz bizni yo'lda ko'rsatyapti. Yonimizda ozgina to'silib qolibdi. Yuramiz. Mana yana boshlandi belgilar. Bu yerda bor. Mana shu belgi aynan bizning do'konimizga olib keladi. Bu yerda har xil zapchastlar bor, magazinlar bor. Va bizning do'konimiz mana bu yerda chap qo'lda joylashgan. Do'konimizga xush kelibsizlar. Bugun seshanba, optim. Savdoni faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar ham bor. Barcha turdagi zapchastlarimiz istalganlaridan sotib olishingiz mumkin.